balki yetar. Nima yetadi? Kamronning oldida juda ham oshirib yuboryapsan. O'ldim, kuydim degan gaplar faqat er-xotin orasida bo'lishi kerak. Biz esa sen bilan hech qanaqasiga yaqin emasmiz. Mana bunaqa odamlarning oldida har xil keraksiz gaplarni gapirib sharmanda bo'lyapmiz. Iltimos, gaplaringga sal ehtiyot bo'lgin. Kamronning oldida kerak emas bunaqa soxta munosabat. Bu soxta munosabat emas. Uyga kiraylik. Biz ham bo'laylik baxtli. Shoshilib